sessiya o'tishini boshlash vakolatiga ega Xalq deputatlari ishtirokida Kengashining navbatdagi ikkinchi chaqiriq 25-chi sessiyasining ochish to'g'risidagi taklifni kiritaman. Xalq deputatlari ishtirokida Kengashining navbatdagi ikkinchi chaqiriq 25-chi sessiyasi ochilsin degan taklifni ma'qullagan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, e'tiroz yo'q, biroz tasdiqlandi. Xalq deputatlari ishtirokida Kengashining navbatdagi ikkinchi chaqiriq 25-chi sessiyasini ochish deb e'lon qilaman. Shuningdek, sessiya ishida xalq deputatlari, sanoat qaroqlarining deputatlari, xalq deputatlari ishtirokida Kengashi deputatlari, tuman hokimining o'rinbosarlari, tumandagi muvofiq qilish o'rni rahbarlari, tuman partiyasi vakillari, tuman korxona va tashqi rahbarlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 2-moddasiga asosan sessiya hokimini saylab olishimiz kerak. 22-yoshga o'qilgan xalq deputatlari ishtirokida Kengashining deputati Rahima va Saodat Urinovna sessiya kotibi saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Bo'lmasa shu taklifni ovozga qo'yaman. Qarshilar yo'q, e'tiroz yo'q, nomzod tasdiqlandi. Marhamat, Saodat Urinovna. Endi ovoz berishni o'tkazish va uning natijalarini aniqlash uchun biz sanoat komissiyasini saylab olishimiz zarur. Sanoat komissiyasi tarkibiga qo'yiladigan nomzodlar tavsiya qilinadi. Rabinov Aziz Usmonovich, 10-Arab Tamat saylangan deputati, sanoat komissiyasi raisi. Soliyeva Vasila Ismoilovna, 10-Saylangan deputat, sanoat komissiyasi a'zosi. Abdulazzoq Quvvat, Zirvat Safarna, 20-Javob
kun va ish tartibiga qo'shimcha taklif bormi? Ma'qul. Kun va ish tartibiga qo'shimcha taklif bormi? Yo'q. Sessiya kun tartibi bo'yicha yana boshqa taklif bormi? Yo'q. Tasdiqlansin degan deputatlar qo'l ko'tarib tasdiqlanishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, tasdiqlangan reglamentga amal qilishimiz zarur. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, endi kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokama qilamiz. Kun tartibidagi masalamiz 2026-yil birinchi yarim yillik yakunlari bo'yicha Ushman tumanining kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlarni to'g'risida masalani muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z Ushman tuman hokimi Vazirin Ro'ziyev Kiramchiga beriladi. Marhamat, Ro'ziyev hazratlari. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli tashkilot rahbarlari. Professorlar, aytmoqchi 2026 yil birinchi yarim yakunlari bo'yicha qisqacha ma'lumot bersin. Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga to'xtaladigan bo'lsak, jami ko'rsatkichlarimiz hamma sohada 100% bajarilgan. Endi buni shu yanvar-iyun oylarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 797,1 milliard so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish bu yilga nisbatan o'sish sur'ati 182% o'sish sur'ati ta'minlandi. Bundan tashqari aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sanoat mahsulotlari 2,775,4 ming so'mda tashkil qiladi. Xuddi shunday xizmat ko'rsatish sohasi bo'yicha 895,8 milliard so'm o'tgan yilga nisbatan 118,5% ga erishildi. Xizmatlar sohasida o'sish sur'ati juda yuqori bo'lgan. Bundan tashqari qishloq xo'jaligi bo'yicha 1 trillion 826 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. O'tgan yilga nisbatan o'sish sur'ati 103% ga yetkazish belgilandi. Bundan tashqari qurilish pudrat ishlari bo'yicha 212,3 milliard so'mlik yoki o'tgan yilga nisbatan 138,6% ga yetkazildi. Endi jami ko'rsatkichlarni bajarilgan, lekin bu hali qilingan ishlarning juda ko'p tumanda sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha bizda oldimizda juda katta vazifalar turibdi. Mana o'sish sur'ati 108 bo'lgani bilan biz viloyatda ikkinchi o'rinda turibmiz. Ko'rsatkichimiz yaxshi emas. Sababi hududiy sanoat mahsulotlari ulushi juda kam. Biz mana bu bo'yicha ish guruh qilganmiz. Alohida ish guruh qilib, bugungi kunda ishlarga turgan, kamqonda turgan korxonalarga nima yordam kerak, nima masala muammolar bo'lsa, o'rganish bo'yicha ish guruh qilib, o'zim boshchiligimda tashkilot rahbarlari bilan birga yuribmiz. To'g'risi, mana ko'tarma massivida sanoat zonamiz bor edi, u yerda infratuzilma tashkil qilinmaganda mana migrasanoat loyihasi dasturiga kiritdi. Mana hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan u yerda shu yo'li, shu tibbiyot chiroqlari, nima deydi, shu tadbirkorlarga qulaylik shart-sharoitlar yaratildi. Endi eksport bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam, 2026 yilda jami o'zi 34,4 million dollarlik o'zimizda Ishxon tumanida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksportini yo'lga qo'yishimiz kerak. Shundan 9,9 million dollarlik bu sanoat mahsulotlari, 24,5 million dollarlik qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksport qilish rejasi belgilangan. Birinchi yarim yillik holatiga 14,3 million dollarlik mahsulot biz eksport qildik. Shundan 7 million dollar bu sanoat mahsulotlari, 7,3 million dollar qishloq xo'jalik mahsulotlarini eksportga yo'lga qo'yganmiz. Endi o'tgan yilga nisbatan bu belgilangan reja 158% ga, ya'ni o'tgan yil mahsulotlariga nisbatan 170% ga erishildi. Bu sur'at bor. Lekin biz prezidentimiz bizga uzumchilik, mana 22 ta mahallamizni uzumchilikka asoslashtirilgan, shu sohani rivojlantirish bo'yicha juda katta mablag'lar ajratilgan. Mana ko'rib ko'ryapsizlar, mana shu bugungi kunda qiyin masala suv masalasi, suv muammosi edi. Suv masalasi bo'yicha betonlashtirish ishlari yakunlanib ketyapti. Bular to'liq agar 100% amalga oshgan taqdirda ham to'g'risida shifo qo'yish masalalarini ham amalga oshiramiz. Xudo xohlasa eksport, mayiz eksportining o'zi 20 million dollardan oshadi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar bo'yicha ham qisqacha ma'lumot bermoqchiman. 8 ta loyiha doirasida 155 million dollarlik xorijiy investitsiyalar o'zlashtirish rejalashtirilgan shu yilga.
manzilli loyihalar hisobiga 90 million dollar, ya'ni istiqbolli loyihalar bo'yicha 65 million dollar. Joriy yil birinchi yarim yil yakuni bo'yicha 6 ta loyiha doirasida 38,5 million dollarga xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. O'zlashtirilgan bo'lsa, bu bir amalda o'z rejam shunaqa edi. Amalda 66,2 million dollarga xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Xorijiy investitsiyalarning qo'yayotgan kecha Xitoylik juda ko'p tadbirkorlar keldi, bizga qiziqishi juda baland. Mana shu iqtisodiy zonamizda bugungi kunda hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan 12 milliard mablag' ajratilib, mana gazini tortib berdi, kanalizatsiyasini qilib berdi, svetini qilib beryapti. Nima masala bo'lsa, yo'lini qilyapti hozir bugungi kunlarda yo'lini qilyapti. Hamma sharoit yaratib beriladi. Tadbirkorning katta muammosi shu, agar infratuzilma qulay bo'lsa, u xohlagan joyga pul tikib o'zini loyihasini amalga oshirishi mumkin. Mana bugun shu hududda juda ko'p loyihalar o'zimizda ijtimoiy tadbirkorlar tomonidan juda katta loyihalar amalga oshirilyapti. Mana xudo xohlasa qurilish materiallar ishlab chiqarish loyihasini sentyabr mustaqilligimizni 35 yillik ochilishini qilamiz. Bundan tashqari yonida shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlaydigan juda katta mega loyihamiz amalga oshirilyapti. Bu turk hamkor investorlarimiz tomonidan loyiha amalga oshirilyapti. Bundan tashqari mana kecha xitoylik tadbirkorlarimizdan o'zi turklarning uskunalari kelgan. Bularni yaqin kunlarda xudo xohlasa mana shu mustaqilligimiz 35 yilligiga bularni topshirish mumkin. Zavodini. Bu yerda ham qo'shimcha yana 50-60 nafar yangi ish o'rinlari yaratiladi. Yangi ish o'rinlari yaratiladi. Bundan tashqari shu bugungi kunda 10 gektar iqtisodiy zonada zaxiradagi yerimiz bor edi. Mana kecha xitoylik tadbirkorlar juda qiziqib, loyiha qiymati 200 million dollarlik loyihani amalga oshirmoqchi. Mana shu nafaqat davlat O'zbekistonda yetishtiriladigan qishloq xo'jalik mahsulotlarini birinchi olma bo'ladimi, o'rik bo'ladimi, qanaqa qishloq xo'jalik mahsulotlar hammasini qayta ishlab, ularni quritib, qadoqlash liniyasini qo'yib, eksport yo'liga qo'ymoqchi bular. Bu loyihasi bo'yicha hozir yer tanlashlar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari hudud investitsiyasi bo'yicha mana ko'ryapsizlar, o'zlaringiz mahallalaringizda, hududlaringizda katta loyihalar amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha mana banklar tomonidan, hokim yordamchilari tomonidan mablag'lar ajratilib, bu loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Endi aholi bandligi va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Hurmatli prezidentimiz, xabarlaringiz bor. Mana shu Samarqand viloyatiga tashrifida Samarqand viloyatini ishsizlik va kambag'allikni aholi hududiga aylantirish bo'yicha aniq chora-tadbirlar, yo'nalishlar berilgan. Juda katta mablag' ajratilgan. Nafaqat ijtimoiy tumanlarga, boshqa tumanlarga ham prezidentimiz tomonidan juda katta mablag' ajratilgan. Sababi shu Samarqand viloyatini ishsizlik va kambag'allikdan aholi hududiga aylantirish. Xuddi shunday Shifon tumanini mana shu 26-yil yakuni bilan ishsizlik va kambag'allikdan aholi hududiga aylantirish bo'yicha ish olib boryapmiz. Biz bu bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirganmiz. Bu bo'yicha aholini, ya'ni doimiy ish o'rinlarini yaratish bo'yicha mana hozirgi yuqorida aytgan sanoat korxonalari ham, xizmat ko'rsatish sohasi, qishloq xo'jaligidagi yerlar ham bunga turtki bo'ladi. Endi yanvar iyun oylarida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra belgilangan 2804 nafar doimiy ishga joylashtirish rejasi 3048 nafarga, ya'ni o'zi 2804 nafar biz qilishimiz kerak edi, lekin amalda 3048 nafar fuqaroni ishga joylashtirdik. Bu 109% ga bajarildi. Bu endi sohalar kesimida oladigan bo'lsak, xizmat ko'rsatish sohasida 544 nafar xizmat ko'rsatish nima? Mana oddiy mana shu ko'tarma massivini oladigan bo'lsak, ko'tarma massivida xabarlaringiz bor. Zovur bo'ladi. Zovurni nima deydi? Oriqni mana Andijon tajribasi davlatimizdan yopiq kollektor qilib 2 milliard ketdimi? 2 milliardga yaqin mablag' ketdi. Mana shu zagazenlarni oldidan to mana shu kilometr oldi. Suv daryoni oldigacha yopiq kollektor qilib, shuni hisobida mana bu ko'tarma mahallasidagi yerlarni hammasini ijara asosida tadbirkorlarga beryapmiz. Mana bugungi kunda ham bu yerda yangi qurilishlar o'tishga faoliyat tushganlar ham bor, ish yuritilganlar ham bor. Mana kecha ham joyda borib o'rganganimizda 35 ta yangi ish o'rni yaratilganlarni guvohi bo'ldik. Xuddi shunday
boshqa hududlarda ham bu loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bu ish o'rinlarini 681 nafar bilan har safar yig'ilish qilamiz, yarmarkalar qilamiz. Ko'p tashkilotlarda to'g'risi hali bo'sh vakantlar bor, joylar bor. Mana oddiy fabrikamizni hisob qiladigan bo'lsa, bugungi kunda 200 nafarga talab bor. Odamlar to'g'risi 3 million oylikda ishlamay qo'ydi ishxonada. Mana bugun kecha mana biz sanoat korxonalarini o'rganganimizda ko'tarma masofasidagi mana ishxon sil, ya'ni villa korxonamizga borganimizda vodiylik qizlar 4,5 million oylikda ishlayapti. Farg'onada. Vodiydan kelgan Farg'ona viloyatining qizlari. Shunda sharoit bergan, hammasi sharoit bergan qo'shimcha kechasi ham ishlayapti. Alohida qo'shimcha ishchi olgan 4,5 million so'mdan 6,5 million so'mgacha oylik olyapti. O'zimiz bosib ko'zimizni ko'rdik. Lekin mana bugungi kunda mana shu fabrikamizda ham 200 nafar ish o'rinlari bo'sh turibdi. Endi fabrikada to'g'risi borgan vaqtda 3 millionga yaqin oylik beradi. Ishni bilmagan odamga, ishni o'rgatadi. Bundan tashqari ishlagan odamga mana davlat rahbari tomonidan buni xalqimiz eshitishi kerak, bilish kerak, subsidiya. Mana subsidiya degani imtiyoz degani. Ishlagan odamga davlat rahbari uy beryapti, joy beryapti, boshqarma to'lov to'lab beryapti. Shunaqa imkoniyatlar bor. Bundan ham foydalanish kerak. Tadbirkorlikni rivojlantirish orqali 1000 dan ziyod yangi ish o'rinlari yaratdi. Qishloq xo'jaligi sohasida ham 470 nafar yangi ish o'rinlari yaratildi. Investitsiya loyihalari hisobiga 254 nafar, qurilish sohasida 96 nafar doimiy ish o'rinlari band qilindi. Endi soyadan chiqarish bo'yicha ham qo'yadilar. O'tgan safar birinchi qaror yakunlari bo'yicha mahalliy byudjetga ortilgan qismi qariyb 5 milliarddan ziyod bo'ldi. Bu 5 milliard degani bu mana shu o'zimizni ishxonni mahalliy byudjetiga tushadigan pul. Mana hozir ishxonni mahalliy byudjetga ortilgan qismida 5 milliard pulimiz bor. Hurmatli deputatlar, buni bilishlaringiz kerak. Bu 5 milliard pul bu xalq puli. Bugun qaysi mahallada qanaqa muammo bo'lsa, biz shu yo'nalishni sizlarni mana shu xalqning taklifiga asosan shu yo'nalishga yo'naltirishga vakolatimiz bor. Sessiyada qo'yib, ko'rib chiqib, o'rnatilgan tartibda. Bu bo'yicha ham ishlar amalga oshirilyapti. Haqiqatdan qilinadigan ishda kamchiligi ham bor. Mana ko'p mahallalarga moliya bo'limi, soliqchilar bilan birgalikda o'rganish olib borganmiz. Hali ham hududlarda ko'p tadbirkorlik subyektlari, magazin do'konlari ham shu noqonuniy faoliyat yuritganlar ham kuchilyapti. Bularga ham biz borib jarima solishamiz. Bularni nima deydi, yomonlik emas, ularni to'g'ri boshqarish shart-sharoitlarni bugungi kunda davlat tadbirkorlarga yaratib bergan imkoniyatlarni to'g'ri tushuntirib berib, ularni qonunlashtiryapmiz. Endi bundan tashqari kambag'allikni qisqartirish bo'yicha bizda yilni boshida kambag'allik darajamiz 4% edi. Bugun 31 iyun 1,9% ga tushdi kambag'allik darajasi. Bu yil yakuni bo'yicha shu minus darajada kambag'allik va sizlikda holatga aylanamiz. Bu bo'yicha kambag'allikdan farovonlik sari dastur davlat rahbari tomonidan qabul qilingan. Hurmatli prezidentimiz bizga topshiriq berishdan oldin nega kesimli misoli mablag' bilan beradi. Faqat biz rahbarlar shuni to'g'ri tashkil qilib, to'g'ri yo'naltirsak, oldimizga qo'ygan maqsadlarga albatta erishamiz. Bu bo'yicha mana ko'ryapsizlar, mana o'zlaring 37 ta shu og'ir ahvoldagi birinchi guruh nogironlariga hurmatli prezidentimiz tashabbusi bilan uylar mablag' ajratildi. Uy ta'mir talablariga qiymati qariyb 30 milliondan 60 milliongacha mablag' berildi. Uy ta'mir talablariga boshqa uyni qurib beryapmiz. Bu bo'yicha mana 29 tasi, bugungi 37 tada 29 tasi topshirildi. Qolganlari ham tez kunlarda tugatiladi. Bittasini buzib boshqatdan qo'yapmiz. Xalqobod hududidagi birinchi guruh nogironi qoramizga. Bundan tashqari endi hamma mana shu kiritilgan investitsiya, sanoat rivojlanishi, qo'shimcha xizmatlar sohasida rivojlanishi, hamma sohaning rivojlanishi natijasida qilinayotgan ishlar mana shu pirovard natija, mana shu kambag'allikni qisqartirishga olib keladi. Sababi mana shu yaratilgan ish o'rinlarimiz xalq ishlasa, qo'shimcha daromad topsa, albatta mana shu kambag'allikdan ishsizlikdan xalqimizga aylanamiz. Endi davlat dastur investitsiyasi bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti hududlarimizda.
obyektlarda qurilish ishlari ketyapti, lekin ishlarimizda kamchiliklar ham bor. Haligacha to'liq yakunlanmagan obyektlarimiz bor. Juda ko'p hududlarda maktablar qurilyapti, bog'chalar qurilyapti, o'zlaringiz bor joylarda ko'ryapsizlar. Qurishlarimiz to'g'risi sifatsiz qo'yayotgan holatlarni ham bo'lyapti. Uni borib ko'rib, qaytadan buzilish holatlari ham bo'lyapti. Bir xillari shu grafikda orqada qolib ketyapti, berilgan mablag' vaqtida o'zlashtirilmayotgan holatlar ham bo'lyapti. Shuning uchun biz mana shu hokimiyatda shtab qilganmiz, 24/7 tizimda ishlaydigan shtab har kuni qanaqa masalan muammo bo'lsa takliflar va mahalla raislari bilan birga ishlab, buni ham nazoratga olganmiz. Sababi juda katta mablag' ajratilgan. 907-sonli qaror bo'yicha Samarqand viloyati investitsiya tadbirkor huquqini yaxshilash bo'yicha bu bo'yicha bizga mana eng katta muammomiz Ishtixon tumanida bugungi kunda mana shu hurmatli prezidentimizning qaroriga asosan 67 kilometr sipkabel berish kerak edi. Hozir mana simyog'ochlarda muammo yo'q. Kim qancha istalba so'rasa biz yetkazib beryapmiz. Bitta muammomiz bizda shu sipkabel muammo edi. Sipkabel bo'yicha Jahon banki buni tendrga qo'ydi, yutib oldi. Tojikiston quruvchilar yutib oldi. Ishtixonni keyin qurgani ketdi. Biz bunda ish boshladi. Yaqin kunlarda xudo xolasa biz va'da qilgan mahallalarga sipkabellarni yetkazamiz. Buni hurmatli deputatlardan nazorat qilishni so'raymiz. Agar shu 67 kilometr sipkabel berilsa, menimcha shu bugungi kungacha berilgan simyog'ochlarning 100% hammasi sipkabel ko'taradi. Bu sipkabel degani mana shu elektr energiyasini ham qariyb 20%gacha hisoblanish va olinlari qanchalik yo'qotish holatlari olinadi. Kecha transformator qo'ygan. Keyin bundan tashqari yana bitta narsani aytishimiz kerak, hurmatli deputatlar, xalq ham bilishi kerak mana shu bugungi hisobotlarda mana shu Malik podstansiyamiz, Shiqlar podstansiyasi, Malik podstansiyasiga bitan hududdagi 10 minglik yangi transformator olib o'rnatyapmiz. Bugun kecha 2 kun svet o'chish sabablari ham shu edi. Bugun menimcha oxiriga yetadi. Bugun oxiriga yetadi. Xudo xolasa mana shu hududda tadbirkorlik bo'ladi, aholi xonadonlari uzoq chegara hududlar o'zimizni nima deydi, shu hududda olis bo'lgan mahallalarimizda yetarlicha tok quvvati kamligi sababli mana shunaqa tadbirkorlikka qiyinchiliklar tug'ilganligi, yetarlicha tok bo'lmaganligi sababli shuning uchun biz taklif bergandik, shu Malik podstansiyasiga yangi quvvatda yangi transformator bo'yicha bu transformator almashtirildi. Xudo xolasa shu nima deydi, tok yetmagan joylarga to'liq tok yetib boradi. Sanoatni rivojlantirish bo'yicha Oqil mahallasida biz sho'rlik tadbirkorlar tomonidan qiymati 25 million dollarlik loyihani amalga oshiryapmiz. Qo'shimcha yana 50 ta yangi sho'r yaratiladi. Bular mustaqilligi 35 yillik arafasida topshiriladi, qurilishlar boshlangan. Bu yerda ham yana kengaytiramiz. Mana shu davlatimiz rahbari bizga 10 minglik transformator berdi. Bundan tashqari Shiqlar podstansiyasi, u yerda ham aholi bugungi kunda aholi ko'payishi, qo'shimcha tadbirkorlik subyektlari barpo bo'lishi hisobidan talab bor edi. Bu yerga 6 minglik transformator, 6300 yangi transformator qo'yildi Shiqlarga. Bundan tashqari qaysi hududda qanaqa masala bo'lsa, uni bosib boryapmiz. Endi investitsiya dasturiga asosan xabarlaringiz bor. Mana bu prezidentimizning 392-sonli qaroriga asosan mablag' ajratilgan Toydiyoq mahallasidagi operasion atrofida turizm sohasini rivojlantirish bo'yicha u yerda ham hozir ikkita quruvchi ishlayapti. Bittasi yo'l qilyapti, tungi chiroq qilyapti, piyodalar yo'lakchasi qilyapti. Ikkinchi quruvchimiz 14 milliard loyihasi bo'yicha qirg'oq mustahkamlashtirilyapti. Mana shu qirg'oqni mana shu o'zlaringiz bilasizlar, ko'rganlar 11 metrlik joylarni pasaytirib, chiroyli qilib shu zamonaviy turizm maskaniga aylantirilyapti. Shuning uchun mana bugungi sessiyadan foydalangan bitta narsani aytishim kerak. Mana 43 boshlanishi 43 gektar joyda biz turizm maskani, ekoturizm maskanini barpo etyapmiz. Agar qaysidir tadbirkor salohiyat o'zimizni Qoraqo'rg'on tadbirkorlar qiziqayotgan yo'nalishi masalalar bo'lsa murojaat qilishlaringiz mumkin. Yaqin kunlarda shu loyihasi, master reja loyihasi asosida loyihalarni biz auksionga chiqaramiz. Kimga qanaqa agar shu loyihasi bo'yicha, shu yo'nalish bo'yicha qiziqtirgan masalalar bo'lsa murojaat qilishi mumkin bu bo'yicha.
Bundan tashqari har Ishton tumanida 62 ta mahallada 8 ta og'ir toifadagi mahallalarimiz bor. Bu yerga hurmatli prezidentimiz 3 milliarddan mablag' berilgan. Ikkita yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalarga 5 milliarddan mablag' berilgan. Bu yerda ham ishlar ketyapti. Bunda ham yo'l, suv, bugungi kunda xalq o'zi xohlagan nima shu ariqni beton qilib beryapti yoki elektr energiyasini yangilab beryapti. Asosiy xalq murojaatidan kelib chiqib, qaysi yo'nalishga, qaysi sohaga ko'proq talab bo'lganligi uchun shu yo'nalishdagi ishlar amalga oshirilyapti. Buni ham hurmatli deputatlarimizdan so'rab qolamiz. Har bir deputat o'zining hududidagi o'sha mahallasidagi amalga oshirilayotgan loyihalarni qattiq nazorat qilish kerak. To'g'risi, bir xil quruvchilar yutib olgan, haligacha loyiha ishlarini boshlamagan mahallalarda ham ishlar bor. Buni ham ko'ryapmiz ko'zimiz bilan. Buni ham bir xil quruvchilar olgan paytdan boshlab ishlarni tez amalga oshirilyapti. Endi bu bo'yicha juda ko'p kilometrlik ichki yo'llar asfalt qilinadi, elektr tarmog'i tortiladi, suv tizimi yaxshilanadi, shu yo'nalishdagi loyihalarimiz bor. Endi mana shu suyultirilgan gaz, elektr energiya bo'yicha bir ma'lumot berib o'tmoqchiman. Mana davlatimiz rahbari oxirgi yig'ilishlarida ham juda selektor yig'ilishlarida juda bu sohani qattiq tanqidiy yig'ilish o'tkazib, to'g'risi haqiqatdan hali juda ko'p qiladigan kamchiliklarimiz bor. Hali elektr energiya o'g'irlik holatlari ham bor, suyultirilgan gazdan talon-tarojliklar ham bor. Bu bo'yicha mana shu sohani bugungi kunda debitorlik qarzdorligi oshib ketganligi, mana bugun ham ertalab hurmatli bosh vazirimiz yig'ilish qilganda hurmatli prezidentimiz maslahatchilari Bekzod Rahmatullayev Samarqand viloyatiga kelganligi, shu mana bugungi kunda debitorlik qarzi gazda juda katta summa borligi, bu bo'yicha shu kunda qarzi bo'lsa to'lash kerakligi, hammasi bir-biriga bog'liqda. Shu yoqilgan svet, yoqilgan gaz pul to'lasa, raqamlashtirganmiz ayrim hududlar 100% elektrdan. Endi baribir bu bo'yicha ham qilinadigan ishlar bor. Bu bo'yicha ham bugun tumanda 37 ta mahallamizda suyultirilgan gazga moslashtirilgan. Ya'ni 22 ta mahallamiz bu gaz bilan ta'minlangan. Qolganlari 100% suyultirilgan gaz balloniga o'tgan. Suyultirilgan gaz balloni to'g'risi bugungi kunda zo'r deb bo'lmaydi. Kamchiligimiz bor. Bu bo'yicha ishlayapmiz. Mana o'zi hudud gaz tomonidan bugungi kunda shu suyultirilgan gaz ballonlarining jarayoni inson omili, ya'ni inson omili degani bu korrupsiyani aralashmasligi kamaytirish maqsadida Face ID tizimi yo'lga qo'yilib, planshetlar integratsiya qilinib, e-gaz dasturi vositasi iste'molchilar gaz olgan vaqtida va miqdor haqida ma'lumot SMS xabari sirasi o'zining fuqaroning telefoniga boradi. Shuning uchun mana 2 oy ko'p mahallalarda uzilishlar bo'ldi. Sababi mana shu tizimni biz mahallalarda joriy qildik. To'g'rimi? Shuning uchun mana shunaqa muammolar bo'ldi. Bu bo'yicha ham hali ishlarimizni jonlantirib, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha qo'shimcha gaz ballon kerak bo'lsa, qo'shimcha gaz ballon olib kelamiz. Mashina yetishmaydigan bo'lsa, mashinani ham qilamiz. Biz so'ragandik, qo'shimcha mashina qilib beramiz dedi. Bundan tashqari endi boshqa sohalarni ko'rayotganimizda ichimlik suvi bo'yicha xabarlaringiz bor. Mana shu hurmatli prezidentimiz Ishton tumani yangi O'zbekiston qiyofasidagi tumanga 100 milliard mablag' berilgani, shundan qariyb 10 milliard mablag'ni mana shu ichimlik suviga beryapmiz. Bugungi kunda eng og'ir hududlarimiz bo'lgan mana viloyat hokimimizdan Voyto'g'u mahallasiga borganda, Voyto'g'u mahallasida aholida ichimlik suvi juda muammoydi. Yil ichimlik suviga mablag' ajratildi. Zarbof mahallamizda ichimlik suvi muammoydi. Bu yerda 6 kilometr tarmoq tortishlari, Borlosda 8 kilometr tarmoq tortishlari, Hayron mahallasida 8 kilometr tarmoq tortishlari, Toyko, Borlos bu uchun loyiha dastlabki qiymati 6 milliard dollarga ishlar boshlandi. Bundan tashqari yana bitta yangilik, mana shu Ishton tumanida kanalizatsiya masalasi juda muammo edi. Kanalizatsiyaga mana shu hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan 35 milliard mablag' ajratilgan. Bugungi kunda 1 milliard. Bugungi kunda ishlar boshlanib, hozirgi kunda tarmoqlar tortishlari amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha ma'lumot bermoqchi edim. Bundan tashqari
17 kilometr yo'l bo'yicha mablag'lar ajratilgan. Bundan tashqari yana bitta yangilik aytishim kerak. Biz o'tgan safar shu oxirgi Loldan to Azamat mahallasigacha yo'lni ta'mirlash boshlagandik. Ular loyihalar amalga oshirilyapti. Bundan tashqari shu hududdagi mahallalarning ichki yo'llariga betonlashtirish, Osiyo taraqqiyot bankida betonlashtirish qo'ygan. Bu bo'yicha loyiha yurib ketdi. 25 avgust kuni xudo xolasa ishlar boshlanadi bu mahallalarda. Loyihamiz gazeta to'xtab qolgandi. Bu bo'yicha betonlashtirish bo'yicha kunga va'da bergan bo'lsa, xudo xolasa bu loyihalar ham 25 avgust kuni loyiha amalga oshiriladi degan bo'ladi. Endi har bir soha bo'yicha gaplarga ko'ra nima deydi? Ma'lumotlar sizga berilgan. Bundan tashqari agar mana deputatlarimiz bundan qanaqa masala keltirgan savollar bo'lsa marhamat. Bormi savol taklif? Assalomu alaykum, hurmatli sessiya qatnashchilari. Quruvchi bo'l saylov uchastkasi deputati Sa'dulay To'xtatov bilan hokimlarga bitta savolimiz bordi. Davlatimiz rahbarining topshirig'i bilan Amerika Qo'shma Shtatlariga ular delegatsiyasi bilan borganlaringiz investorlar olib kelish bo'yicha. Shu bo'yicha 26-yilda Ishton tumanimizda qanaqa ishlarni amalga oshirmoqchisizlar? Shu bo'yicha ham bir ma'lumot bersalaringiz degan. Haqiqatan Amerika Qo'shma Shtatlariga viloyat rahmat delegatsiya bilan bordik. Haqiqatan u yerda vatandoshlar, ya'ni ishxonalik fuqarolarimiz deymiz, juda ko'pligini ko'rdik, quvondik. Haqiqatan ularda bugungi kunda to'g'risini aytish kerak, shu tuman hokimi sifatida deputatlarga bilish kerak. U yerda o'zini ko'pchilik green card orqali ketganlar bor. Uyda yashaydigan oilasi bilan shu hududda yashaydigan Sinsenatiyada Sinsenati shahri hokimlar bilan uchrashdik, rahbariyatlar bilan uchrashdik, Mesir shahar hokimi bilan uchrashdik, fuqarolar bilan ochiq muloqotga bordik. Shu o'zimizda amalga oshirilayotgan loyihalarni ko'rsatdik. Haqiqatan bugun O'zbekistonda katta o'zgarishlar, Ishton tumanidagi o'zgarishlarga ko'ra xursand bo'ldi. Prezidentimiz ajratilgan mablag'larni ko'rsatdik. Har safar o'zi tadbirkor, investor qaysi yurtga pul tikadi? Shu tinch yurtga, qonunbuzar yurtga, shu rahbarlari, tadbirkorlarni o'ylaydigan yurtga pul tikadi. Ko'p tadbirkorlarimiz shu vatandoshlarimiz bilan shu gaplashdik, ularda yashash sharoitlarini sizlarga aytishim kerakman bugun. Haqiqatan to'g'risi ko'z tegmasin, shu Amerikadan ko'p pul topayotgan vatandoshlarimizni ham ko'rdik, ishxonliklarni ham ko'rdik. Bola chaqasi bilan o'zlariga makon bo'lgan, joy bo'lgan sharoit, hamma sharoitlar yaratilgan. Endi ular baribir shu topgan pulini Amerikaga ham tikyapti. O'zbekistonga mana shu vatanimizga ham ishxonaga tikyapmiz deydi. Mana kecha yaqin kunda bir hafta oldin ular keldi. Samarqand viloyatiga ham keldi, Ishton tumaniga ham keldi, 21 nafar keldi. Mana shu Tokiyoq omborini ko'rdi, loyihasi bilan tanishdi. Ko'pchiligi o'sha yerlarni oldi. Bittasi metrga chiqarish loyihasini qo'yyapti ishga. O'sha loyiha 80% amalga oshdi. Ikkinchisi suvda shu bizda hududimiz bor. Mana Qastarg'on bilan chegaradosh mahalla Beshkap emas, Hazarbog mahallasida 3-4 ta samotot suv o'zi chiqadi. Sizga berdimi xulosalarni? Sizga berdim. Hozir shu suv agar haqiqatdan odam organizmiga foydali bo'ladigan bo'lsa, shu suvni iqtisodiy zonada ishlab chiqarish yo'lga qo'ymoqchi. Bundan tashqari Tokiyoq suv omboridagi 3 gektar joyga qizilyapti. Hozir u yerda to'g'risi bir kanat tizimli yo'l qo'ymoqchiman. Televizorlarda ko'ramiz, kim borgan bo'lsa dam olishga, Vyetnamda bor, ko'p davlat dam oladigan davlatlarda bor. Nima deydi nomini? Uchadi-ku. Parapol. Parapol. Uni ham loyihasini hozir Xitoyda, uni ham o'zimizni mahalliy quruvchilar bilan hozir loyiha qiymati qancha bo'ladi,
mana shu mana ko'plarning ko'p joylarimizda daryo bo'yini chiqardik. Oqso'yga chiqardik. Qariyb pashta 30 milliardlik 30 milliard so'm Oqso'yda sotilgan yerlarimiz bor. Bu yerda ham shu 16 etajli, 12 etajli dom qurish bo'yicha loyihalarni amalga oshirish bo'yicha biz kelishib oldik. Bundan tashqari asosiy yo'nalishi bular shu xizmat ko'rsatish yo'nalishi bo'yicha mana shu ekobozor, maishiy xizmat ko'rsatish sohalarini rivojlantirish bo'yicha aniq loyihalarni sizga bergan. Hozirgi kunda nima deydi? Qariyb 20% qurishni boshlagan, qolgan 80% hozir loyihalarni qilyapti. Bu bo'yicha ham nima deydi? O'zi bizga ko'p ko'rliklar taklif bildiradi. Bugungi kunda shu Amerikaga borganimiz sababi amerikalik o'zimizni Samarqandlik, Pastorxonlik, mana shu Pastorxondan bir yigit Oybek degan yigit bor ekan. Mana shu emotsiyamizdagi 2 hektar joy bor edi, logistika qilamiz deyapmiz. Bu joyda ham hozir auksionda turibdi, xudo xolasa loyihasini qilgan, buni tez kunda shu auksionda yutib olib, loyihani boshlayman deb. Faqat bitta narsa, biz shu men hokim sifatida qurilish bo'yicha o'rinbosari, kadastr arxitekti aytilgan hujjatlarni o'z vaqtida ko'rib aniqlab berishimiz kerak. Sababi pul tikadigan odam ham ishi tezroq loyihasini boshlab, tezroq foyda topish bo'ladi. Tezroq samarasiga kiritish bo'ladi. Shuning uchun mana hozir juda katta qiziqishlar bildiryapti shu amerikalik tarafga. Bundan tashqari amerikalik fuqarolar ham keldi Ishtonga. Tom degan bir quruvchi keldi, Ishton tumaniga o'zimiz ishtonlik yigitlar olib keldi. Ular $10 million mablag' bilan kelgan ekan. Shu Ishtonda qurilish qilaman deb bu bo'yicha hozir muzokaralar olib boryapmiz. Bundan tashqari bir Samarqand shahrida yashaydigan Munira degan opamiz bor ekan. Uzoq yillardan beri shu Nyu-Yorkda yashayotgan, u ham kelib mana hozir ijtimoiy himoya bilan tibbiyot bilan birga ishlayapmiz. Bir nima deydi? Reabilitatsiya shu aholini qiynaydigan tibbiyot yo'nalishiga mablag' tikmoqchiman. Больница qurib beray, reabilitatsiya markazi qurib beray deyapmiz. Biz hozir bu bo'yicha o'zimizdagi bo'sh joylarda ishlamayotgan obyektlarni ko'rsatamiz, bu bo'yicha ishlayapmiz. Agar xudo xolasa yangi bo'lsa, albatta kelingan loyihalarda hisobot beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, hazratlariz. Mana qilinayotgan ishlarni qamrab olmagan sohamiz yo'q, ko'rib turibmiz. O'qidik, bildik, doimiy komissiyada buni muhokama qildik batafsil. Shu bilan birga sizdan bir taklif bo'lardi. Xalq ichida yuramiz, xalq vakilimiz jamoat transport masalasini ham bir dasturlaringizga belgilab olsangiz. Sababi Ishton metandan agar oladigan bo'lsak, Zarbanddan keladigan, bu Shixlardan keladigan sentrda kollejlarimiz bor, maktablarimiz bor, litseylarimiz bor. Ularga fuqarolarimiz jamoat transportida kelsa, mana o'zingiz ham xabaringiz bor, prezidentimiz jamoat transportini har yig'ilishlarda bo'lmasa tayinlab kelyapti. Shunga ham dasturlaringizda, chora-tadbirlaringizda belgilab olsangiz yaxshi bo'lardi. Chunki mana yo'llarimizni ravon bo'ldi. Ishton metan yo'lini havas qiladigan darajaga keldi. Bundan xalqimiz juda minnatdor. Shu bilan birga yana bitta sizdan iltimos bo'ladi, jamoat transportini ham dasturingizga kiritsangiz. Ikkinchi taklif shunday bo'ladiki, qishloq xo'jaligi bo'yicha mana go'sht mahsulotlari 16% ga oshdi deyapti Samarqand viloyatida. Bugun o'zingiz ham mana eshitdingiz, bosh vazirimiz yig'ilishida chorvachilikka berilgan yerlarimiz bordi. Shu xodimlaringiz o'zi qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosaringiz bir shug'ullanib, o'sha chorvachilikdan yerlardan to'g'ri foydalanyaptimi? Ularning o'zi chorvasi bormi yoki o'zini boshqa ehtiyojlarga ishlatyaptimi? Biriktalarni qaytarib olish bo'yicha kengashga ham kirgizganlaringiz xabarimiz bor. Shularni o'rgansakda batafsilroq keyinroq ularni o'zini maqsadli vazifalarga yo'naltsa, go'sht mahsuloti ham Ishtonda muammosi bo'lmasin degan taklif bermoqchiman. To'g'ri, haqiqatdan transport o'zi infratuzilma zo'r bo'lsa, keyin transportni o'ylash kerak edi. Haqiqatdan bugun biz ertaga emas, bugun o'ylaylik. Keldi haqiqatdan transport masalasini yechim bo'yicha biz va bugun Samarqand shahrida ko'ryapsizlar, elektrobuslar kelyapti. Bu bo'yicha biz transport vazirligiga taklif berganmiz. Mana shu Ishton yo'nalishi, Kattaqo'rg'on Ishton yo'nalishi, Ishton Qo'shrabot yo'nalishi bo'yicha, keyin Boylatda Ishton yo'nalishi bo'yicha, keyin shu oxirgi hududimiz boyagi Jarosli
Hazar Bobo Shibxon yo'nalishi bo'yicha loyihalarimiz bor. Haqiqatan da hozir bu bo'yicha nima deydi, bugun haqiqatan xohlaydigan narsa transport. Hamma o'zini xususiy transportda yurgandan keyin probka masalalari ham Shibxon markazida endi ancha aylana yo'l tashkil qilganimizga kamaydi, lekin maktabga boradigan, bog'chaga boradigan hamma transportda boradi. Hamma o'zini xususiy avtomobilda boradi. Shu noxushliklarni oldini olish bo'yicha bu bo'yicha biz hozir to'g'risi Abduzafar bilan gaplashamiz. Bundan tashqari Sovet moliya vazirligi, transport vazirligi bilan birga ishlayapmiz. Ikkita uchta loyihamiz bor. Agar qaysi amalga oshsa, birinchi o'rinda investitsiya to'g'risida savolimiz albatta buni aytamiz. Endi oshgandan keyin aytaylik loyihani, oshmasdan aytib qo'ying. Ikkinchisi mana qishloq xo'jaligi bo'yicha haqiqatan mana inflyatsiyani oldini olish bo'yicha davlatimizdan qaror yashirinlar bo'yicha qattiq muomala bo'lganligi bo'yicha Shibxon tumanida o'zimiz yetishtiradigan mahsulotlar, qayta ishlaydigan mahsulotlar bor. Go'sht chorva masalasi bo'yicha mana Kattaqo'rg'on tumani hurmatli prezident tashabbusi bilan yonimizdagi tuman chorvachilikka ixtisoslashtirilgan tumanga aylantirilyapti. Shibxon tumanida imkoniyatlarimiz bor. Bu bo'yicha to'g'risi yangi agentlik tashkil qilindi. Veterinariya bo'yicha kecha hurmatli prezidentimizni maslahatchilari Og'uzhan G'aniyevga aytdilar, yangi agentlikdagi imkoniyat chorvalarni ko'paytirish bo'yicha imtiyozlar berilgan. Bu bo'yicha nima deydi? O'zimizda 3-4 ta katta loyihalar bor. Uni ham amalga oshirilayotgan loyihalarimiz ham bor. To'g'risi hozir import hisobidan go'sht narxini ushlab turibmiz. Lekin o'zimiz chorva kam. Shibxon tumanida bugungi kunda 50 bitta chorva fermerlari bor. Ularga yer ham ajratilgan, chorvasi bor ham bor, yo'q ham bor. Bu bo'yicha xatodan o'tkazyapmiz. Haqiqatan chorvaga, chorva qilaman, nima deydi, imkoniyati bor, salohiyatli tadbirkorlar bor, yer so'raganlar ham bor, joy so'raganlar ham bor. Mana prezidentimiz 322 son qaroriga asosan 20 sotixdan shu o'zini fermerni 20 sotixgacha o'zini hududidagi yengil konstruksiyada shu mol boqish uchun, qo'y boqish uchun sharoit yaratdi. Bularning hammasi mana shu chorvani rivojlantirishga. Chunki bir kishi shu hududidan masalan chorva yeri bo'lgani bilan uni chorva fermer qurish uchun joyi bo'lmasa qiyin edi. Ferma qurish qiyin edi. Bugun prezidentimizning qarori bilan ruxsat berildi. Hozir bizda 82 ta qaror bo'yicha belgilangandi. Bugungi kungacha 66 ta qaror chiqarib berildi. Bu albatta o'zini nimasini beradi. Rahmat. Marhamat. Savollar bormi? Marhamat. Assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari. Bugun taklif shundan iboratki, mana oldimizda kuz-qish mavsumi turibdi. Aholini va ijtimoiy soha obyektlarini to'liq gaz bilan ta'minlash uchun yetarli gaz zaxiralari mavjudmi va o'sha gaz nimasini modernizatsiya qilish bo'yicha chora-tadbirlar ishlanganmi? Avariya holatlarini oldini olish bo'yicha. Bizda Shibxon tumani va Samarqand tumani, Narpay tumani tajriba tariqasida ijtimoiy soha obyektlari 100% davlat xususiy sherikligiga o'tgan. Maktab direktorlari ham shug'ullanmaydi, sinf tizimi bilan, ilovachilar shug'ullanmaydi, o'quvchilar shug'ullanmaydi. 100% bu davlat xususiy sheriklik asosidagi tadbirkorlar shug'ullanadi. 6 ta tadbirkorga ijtimoiy soha obyektlarini bo'lib bergan. Bularning mablag'i chiqqan. Mana hozir bugun 31-iyul ular уже ko'mir zaxirasini boshladi. Ular mablag'i berildi davlat tomonidan. Ijtimoiy sohalarda muammo yo'q. 100% shu 6 ta davlat xususiy sheriklik asosidagi tadbirkorlarimiz issiq tizimini yaxshilab beradi. Ko'mirga mo'ljallangan. 100% ijtimoiy soha hamma kotellar yangilangan, 100% ko'mir asosiga o'tgan bular. Tizimiga o'tgan. Bundan tashqari o'zimizda aholiga mana suyultirilgan gaz ballon, ko'mir
Hozir baza qilyapmiz. Baza qilyapmiz, Shuhrat tumanida baza qilyapmiz. Oldin Kattaqo'rg'on shahridan olib keladi. Aholiga ham, mahallalarga ham o'z narxida ko'mir beriladi. Shuni ham hozir biz shu Kattaqo'rg'onga hamma aholi borib yurmasin deb mana shu Shuhrat tumanida bir baza tashkil qilib, shu hududda tadbirkor biriktirib, shu hududda tarqatiladi. 62 ta mahallamizga shu nima deydi, gazlashmagan, ya'ni boya aytib-ku 20 ishlaydi 37 ta mahallamizga ko'mir tarqatishdan marhamat. Tushunarli. Assalomu alaykum. Hurmatli mahalla kengash deputatlari, hurmatli tuman hokimimiz. Haqiqatdan ham mana qisqa vaqt, qisqa muddat ichida Shuhrat tumanimizda deyarli barcha sohalarida katta bir o'zgarishlar bo'lmoqda. Iqtisod, ijtimoiy sohada bo'ladimi, ta'lim, tibbiyot sohasida bo'ladimi, mana yo'llarimiz ravon bo'lmoqda, shahar tipidagi ko'rinishlarga ega bo'lmoqda. Albatta mana shu tumanimiz mehnatkash xalqini turmush tarzini yaxshilashdagi, ularga qulay atrof muhit yaratishdagi olib borayotgan keng ko'lamli ishlaringizdan, mehnatlaringizdan biz sizdan juda ham xursandmiz, minnatdormiz va shu bilan birgalikda mana ta'lim sohasiga qaratayotgan alohida e'tiboringiz va shu o'rinda mana shu 7-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotini yo'lini aytmoqchiman. Agar imkon darajasida shu yo'limizni nima deydi ta'minlashda amalga yordam berishingiz. Bu Yangi mahallasidan? Ha. Ya bundan Chaqadan. Obodondan kim bor? Obodonga darsga Tushganda. Bu yil mana hurmatli deputatlar bitta narsani bilinglar. Oldin Obodonni texnikasi yo'q, hech narsasi yo'q. Faqat shu lapatka bilan ketganlar boshqa hech narsasi yo'q. Mana hurmatli prezidentning tashabbusi bilan qaror bilan greder berildi. Asfalt qiladigan mashinalar berildi, kamazlar berildi, shoshga hamma sharoit komplet yaratildi. Undan tashqari har yili ichki yo'llar bor, tumanida ichki yo'llar bor. Ichki yo'llarga o'tgan yili qancha mablag' ajratilgan? 4 milliard pul mablag' ajratilgan. Bu yil 6 milliardga ziyod mablag' ajratilgan. Bu yil ham mablag' ajratilgan. Faqat ichki yo'l qilamiz. Endi biz nima qildik? Faqat birinchi o'rinda men aytdim, bog'chaga, maktabga boradigan yo'llar qilamiz. Mana shu bu yilgi 26-yilga ajratilgan mablag'ni hamma summasi mana shu. Men aytishim mumkin, mana 55-maktab direktoriga murojaat qilmadi, ona ham murojaat qilib yo'lga qo'ydik. Menimcha hamma mana shu maktab, bog'chaga boradigan yo'llarga qo'yganmiz. Menimcha 7-bog'chani ham tushgan. Xudo xolasa bu yil mana shu yo'lingiz asfalt bo'ladi. Agar yana qolib ketadigan bo'lsa, yana maktab, bog'cha foydalanib maktabgacha yo'lini yana bir xatoga o'tkazdik. Qaysi maktab, qaysi bog'cha boradigan bolalar boradigan yo'li asfalt qilinmagan bo'lsa, beton qilinmagan bo'lsa, aytsangiz taklifingizda yana qo'shimcha o'zimizni mana shu mahalliy byudjet orqali hech qanaqa muammo. Muhokama etilgan masala bo'yicha muloqot qilishimiz kerak. Boshqa masala bo'yicha komissiyaning tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning ko'rsatishini bildirish uchun so'z Abdurazzaq Otaxondan javob beriladi. Marhamat.
nimamiz guvohlik qilibmiz. Hozir hokimimiz har bitta deputatimizni fikrini ma'qulladi. Haqiqatan ham Olimjon Sattorov aytgandek, bugun biz boshqa viloyatga chiqadigan bo'lsak, qayerdansan desa, Ishxondanman desak, Amerikadanman. Shunchalik biz yaxshi nomga olyapmiz. O'zimizni ko'chamizga, uyimizga ketamiz desak ham shu ikki tomondan trotuar, dunyo chiroqlar, asfalt yoki bozorga tushasizmi, xalq ta'limi bilan bog'chasiga yoki tibbiyotgami, ko'p yillar davomida yechilayotgan, tashlandiq bo'lib yotgan loyihalar, o'likka xizmat qilgan joylar bugun yangilik uchun xizmat qilyapti. Katta bir poliklinika qurilyapti, aytgan bo'lsangiz. 28-iyul kuni biz hokimimizdan hisobotini doimiy komissiyada bilan chiqdiklarga qaror loyihasini sizlarga qabul qildik. Ko'pchilik qabul qilganmiz. Lekin hozir ega kesimi bilan ideologik shaklda, struktura shaklda ham qabul qilindi. Hurmatli deputatlarimizdan ushbu qaror loyihasini tasdiqlashni Mazkur masala bo'yicha qabul loyihasi sizlarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibiga keyingi masalani Ishtixon tuman infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha Ishtixon tumani iqtisodiy va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Shoniyozov Azamat Rahmonovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Shu masala doimiy komissiyada batafsil ko'rilgan. Shu masalani qo'llab-quvvatlab ovoz berishlarini so'rayman. Rahmat. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi bildirilgan fikr va mulohazalar hamda taklif qo'shilgan qaror loyihasi masalasi ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qullansin degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Qarshilar? Betaraf? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibiga keyingi masalan Ishxon tumani darajasidagi davlat organlari va tashkilotlarga norma ijodkorlarni faoliyati hamda uni qo'llash amaliyotga holat borasida 2016 yarim yillik davomida amalga oshirilgan ishlar va erishilgan natija to'g'risida masalalarga muhokama qilindi. Ushbu masala bo'yicha Ishxon tumani adliya bo'limi
ularga imtiyozlar berildi. Fuqarolarga shu saylov uchastkalariga ekstralarga bo'lib to'lash imkoniyati berilyapti. Yoki bo'lmasa 20 yilda to'lasang bo'lsa, ya'ni 12 ming ishlarga bo'lsa yarmini to'laydi. Yoki shu fuqarolarga kerakligimizda ko'proq to'lovchilar o'shani yarmini to'laydi. Lekin to'lash 20 million beryapti. Biz soliq bo'yicha soliq qancha bo'lsa, 300 to'laydi. Bu degan soliqni pulni hech ketmaydi. Kadastr taqib qo'yiladi va doimiy shu fuqaro majburiyat bo'ladi. Lekin jarayonda fuqaroning puliga to'lasa
bundan oldin fiziya tizimi ishlamasdan oldin bo'lgan bitta xonadonga ikkita uchta berilgan gaz ballonlar hisobidan murojaat oshishiga olib keladi. Ya'ni avval 3ta olib yurgan gaz ballonlar bugungi kunda bitta faqat fiziya orqali fuqaro aysi orqali berilmoqda va ikkita gaz ballonga gaz ballon puli nima deydi gaz olinmaganligi sababli murojaatlar soni oshishiga sabab bo'lyapti. Elektr tarmoqlari holati uzilishlar hisob-kitoblar bilan bog'liq masalalarda 120 ta murojaat, ya'ni o'tgan yilning shu davriga nisbatan 16 taga kamaygan. Tibbiy xizmatchilardan foydalanish uchun moddiy yordam, tibbiy ko'rik, dori-darmon va tibbiy buyumlar bilan ta'minlash, tibbiyot muassasalariga joylashtirish bilan bog'liq masalalarda 92 ta murojaat berishga o'tgan yilga nisbatan 19 taga kamaygan. Kreditlar, bank plastik kartalari, bankomatlar va to'lov tizimlari faoliyati bilan bog'liq masalalar 124 ta murojaat tushgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 30 taga oshgan. Davolanish va oddiy tibbiy ijtimoiy muassasalarga yo'llanma berish, muolajalar bilan bog'liq masalalarda 112 ta, ya'ni o'tgan yilga nisbatan 19 taga oshgan. 2023 yilning mos davriga nisbatan quyidagi masalalar o'tgan yilning mos davriga nisbatan dolzarbligi oshgan. Surishtiruv, tergovga qadar tekshiruv va tergov harakatlariga oid 427%, ya'ni 40 taga oshgan. Nogironlik guruhini o'zgartirish, tiklash masalasida 72%, ya'ni 38 ta, 2025 yilda 38 ta, 2026 yilda 38 taga oshgan. Sodir etilgan huquqbuzarlikka oid masalalarda 54%, ya'ni 52 taga oshyapti. Elektr ta'minotidan uzilishlar 54%, ya'ni 10 taga, muhtojlarga bir martalik moddiy yordam 51%, 70 ta murojaatga gaz ballon to'ldirishdagi muammolar 41%, ya'ni 130 taga oshgan. 18 yoshgacha bolalar nafaqasi 38%, ya'ni 313 ta murojaat oshgan. Eng ko'p murojaat bo'lgan tashkilotlar 2025-2026 yilga nisbatan taqqoslanganda Ishtixon tumani ijtimoiy xizmatlar markaziga 506 ta murojaat kelib tushgan. Bunlar 23%, ya'ni o'tgan yilga nisbatan 137 taga murojaat oshgan. Majburiy ijro byurosi Ishtixon tumani bo'limiga 2026 yilda 180 ta ijobiylik, ya'ni 65.6% ijobiy hal bo'lgan, 102 taga kamaygan o'tgan yilga nisbatan. Ishtixon tumani ichki ishlar bo'limiga 196 ta ijobiylik, ya'ni 25.5%, 19 taga kamaygan. Ishtixon tumani tibbiyot birlashmasiga 155 ta murojaat kelib tushgan, 42.6% ijobiy hal etilgan. O'tgan yilga nisbatan 8 taga oshmoqda. Ishtixon tumani gaz ta'minoti bo'limiga 153 ta ijobiyligi 80.4%, bundan 14 taga murojaat oshgan. Ishtixon tumani oila va xotin-qizlar bo'limiga 113 ta ijobiyligi 11.5%, 24 taga oshgan. Ma'lumot bilan tushunadi. Ma'qul, yaxshi bo'ldi, batafsil bo'ldi. Muhokama etilgan masala bo'yicha qaror qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya tomonidan ish masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiya G'oliyev Vasila Hurmatli deputatlar va yig'ilish ishtirokchilari, shu masala korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan edi. Mana shu ayrim tashkilotlar tomonidan murojaatlari oshib ketish holatlari yuzasidan takliflar, fikrlar bildirilgan edi va mana shu doimiy komissiya a'zolarining taklif fikrlari inobatga olinib, bu masala bo'yicha qaror loyihasi tayyorlandi va sessiya muhokamasiga kiritildi. Hurmatli deputatlar, ushbu loyihani qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Fursat bersangiz shu
doimiy komissiyada batafsil buni muhokama qiluvdikda savol javoblar bo'lsa, qo'shimcha savollar bo'lsa, takliflar bo'lsa tushunarli savollar ham. qo'shimchalar bilan shu doimiy komissiyaga takliflar bilan qaror loyihasini qabul qilsak. Muhokamadagi masala bo'yicha qaror qilishimiz kerak. Mazkur masala bo'yicha komissiyaga qanday tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosalasini bildirishimiz so'z. Reydazimov va Milla mas'ul bo'lganlar. Sessiya qatnashchilari va deputatlar ushbu masala doimiy kengashda ko'rib chiqilib, sessiyaga taqdim etildi. Ushbu qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashni Ma'qul. Ma'qul. Ma'qullashtirilgan taklif qo'shilgan deputatlar o'zlari qo'llashgan. Qarshilar. Yo'q. Shunday ikki masalani ijtimoiy irrigatsiya tizimini samarali ishlashini ta'minlash, suv resurslarini oqilona foydalanish hamda suv ta'minlash, keluvchilik, rivoj texnologiyalarini joriy etish ishlarini holati to'g'risida masalani muhokama qilishimiz. Shu masala bo'yicha so'z Uchtepa tuman suv yetkazib berish xizmati direktori Boshqarov Muhammad Ommonov. Oldin o'tgan bizni qonunimiz markazida. Shuni rimoqlarni to'g'rilash sizlarni vazifalaringizga kiradimi yo boshqa tashkilot vazifasiga kiradimi? Bizlarga kanallar, ichki ariqlar, Sababi bizni saylov hududimizdan bir fuqaromiz murojaat qilyapti, nega kelyapti, siz aytgandek u tashkilotga bu tashkilot savson bo'libdi-da, yeri bor ekan, baliqxonasi bor ekan, shuni daryoni o'zgarib, baliqxonasini o'qib ketishga ozgina bahay qolibdi-da, shuni agar ketsa, bir yillik soliq, shuncha yetishtirgan mahsulotlar ketar ekan, shuni eski daryoni o'zini to'g'irlab olish uchun qaysi tashkilotga murojaat qiladi, qanday yordam bera olasizlar? Bunga birinchi navbatda daryoni zonasi borda 200 metrgacha. Birinchi baribir uni bo'limi sizlar-ku, to'g'rimi? Sizlar tashlab yurgandan keyin ha, tushunarli. Muhokamadaga
Assalomu alaykum, hurmatli sessiya qatnashchilari. Ushbu masala doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqilgan edi. Ushbu qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rayman. Rahmat. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasida tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflar ko'rilgan holda qaror loyihasi masalan Ma'qul. ma'qullanish degan taklif qo'yilgan deputatlar huquqlari o'zlashtiriladi. Qarshilar yo'q, yetarli yo'q. Mutasaddilarning masalani shu konstitutsiya 2026 mavsumida jamoatchilik asosida ochiq budjet axborot portaliga mening o'g'lim do'stlarini shakllantirish va moliyalashtirish tartibi to'g'risidagi masala muhokama qilamiz. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyani xulosasini bildirish uchun so'z Absalomova Ilyo Ismoilovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Ishtiqol tumanidagi Sohibkor mahallasida 0,5 gektar yer maydoni Milliy bog'im loyihasi bo'yicha ajratilgan. Bu doimiy komissiyalarning ko'rib chiqilgan va mana shu qaror loyihasini ushbu bugungi sessiyada qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasiga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda taklif qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qulmas degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l-ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Qarshilar yo'q, yetarli yo'q, qaror qabul qilinadi. Bundan keyingi masalan xalq deputatlari ishtirokida kengashining 2026-yildagi 7-23-72-95 qarori 2026 qarorini loyihasini tuzatishga kiritish to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Mazkur masala doimiy komissiya hamda tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Nurmuhammedov Ulug'bek Ekimchiga. Marhamat. Assalomu alaykum, sessiya ishtirokchilari. Ushbu masalani biz doimiy komissiyada bo'yicha muhokama qildik va qaror loyihasini sizlarga taqdim etdik. Ushbu qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha sizlarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflar qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qulmas degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l-ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Qarshilar yo'q, yetarli yo'q, qaror qabul qilinadi. Xalq deputatlari ishtirokida kengashining 25-sessiyasi kun tartibiga kiritilgan masala bo'yicha muhokama bo'lindi. Sessiya yakuni bo'yicha so'z sessiya kotibi Rahimova Shahodat Urindaga beriladi. Marhamat, Shahodat Urinda. Sessiya kun tartibiga jami 9 ta masala kiritilib, barcha masalalar batafsil muhokama qilindi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Sessiya davomida barcha masalalar yuzasidan fikr mulohazalar bildirildi. Sessiya qarorlari bir ovozdan qabul qilindi. Shu bilan xalq deputatlari Ishxon tuman kengashining 25-sessiyasi kun tartibidagi barcha masalalar to'liq muhokama qilindi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sessiyani o'tish haqidagi fikr va mulohazalar bormi? Shu bilan xalq deputatlari Ishxon tuman kengashining 2-chaqiriq 25-sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman.
Thank you.